Xo'jayinning chaqirib qo'ysang bo'pti ekan. Bizning xo'jayin nima? Shundaq. Bu yerda sendan boshqa yana bir necha yil bo'lsa kerak. Buni kechiring. Xo'jayinimiz bilan nima ish ko'rishyapdingiz? Men Mishadki fermining egisi. İsmim Arvalo Sindanati Sosa. Bu yerga sening xo'jayining bilan bir savdo ustida so'zlashgili kirgan. U uyda yo'q. Bu uyda sendan boshqa hech kim yo'qmi? Yo'q. Rost hech kim yo'q. O'zim yolg'iz. Sen xo'jayiningni Aras, uning ismi nima edi? İsmi Ansirmi? Onun ismi Ansirmi? Aytqina, Ansirmi efendi bek kesh qaytib kelamdi. Men bilmayman. Navad bir ep bo'lmasa, men mishada birdam saqlab turay. Saqlaydamsiz. Meningcha bo'lmasmikin. U kasmi bek kesh keladi. Kelmasligimi mumkin? Bu uyning bosh turg'iniga xili uzun bo'lgan. Mening qo'rqimim bu yerga ancha yiroq emas. Men har kun bu yerdan o'taman. Shundaq janob. Sizlar nereden keldinglar? Apu qiling, janob. Men faqatla bu uyning quli. Demakchi bo'lganim, Ansirmi efendi siz bilan so'zlashib turganimni ko'rib qolsa, xafa bo'ladi. Bu sizga ishonmaginim emas. Undaq emas janob. Bu tushunishlik. Ranjimasan, men usullik bersang bo'lamdi? Usullik demisiz? Shundaq. Men otliq yurib, gelim qurib ketdi. Navoda epsiz bo'lsa. Yo'q, epsiz yeri yo'q. Sal to'xtab turing, hozir chiqay. Rahmet. Yosyo Beyzade. Nimiz? Qul kapistin bir aylan kelib izorani akeldi deydi. Bu gapchi men uqqanni senmi uqib kepsanda? Biz teqi to'liq uqib ketamidik. Ular rostdan demayapti. Didakning deyishicha xo'jayin ismi Ansirmi ekan. Bir amal qilib yenim ishkirlab uqib baqayli. Uqib baqayli? Shundaq uqib baqayli. Ular zodi kim? Nadin kelgan? Nima uchun kelgan? Ma. Bu pul sening topan haqqing olsun. Bu oson ish emas-chimi? Agar sen ularning tigitakni aniqlab chiqa olsang, men senga yana 200 ming les beraman. 200 ming les? Rasma? Mena gapim gap Martin. Ma'qul emsa, ata degandan boshlab ishga kirishib ketay. Baba seni sana 5 qo'ldek tunish, bu sana tez emas. Hech bo'lmaganda ayliq Ansirmi efendim toniydiganlardan biraz chiqib qilishi mumkin. Ular agar
Erşalardan kep kalmagan bolsalar men çokum iniqlap çıkıman. 200 ming leysqa siznikidek üstü baştan 2 qor alay. Ondan Andrata qorqiga bir baray. Qani, meni yana maza qila olam dikin. Şuken Francisco. İzora şu. Ben geldim canap. Yok, yok. Hey! Ekegin emesken. Açıklanma. Bu yarım aydan beri epkilingen 6. izora. Ulan nem qımakçı? Bu ayallağı yalğandan tamğı besip koyğundan ediği. Pulga kızgı şunda qımam da. Memleketki çoğun gezdilerge eylem mi çıkadık? Bir dedek şunda qıp bereksiz yok olup gider mi? Ola bir xatar bir joyga yuşurun vagan gap. Hamını bir kuni çıkıdı. Aldırma. Ne boldun kızım? Acabim bir berbat turmasa, xuddi hiliq adam bu uyga kirmagandek. Bu işni oylamayli. Özümüzni o'ylamagan qilsagan bilan qandaqmi xotirjam bo'g'ilib bo'ladi. Kim biladi, saqchi kelib bizni qo'rqi yalab apmangamdi texi. U chaqda yana azob chekadigan ekan. Seriq chash u yigit herkes undaq qilmaydi. U naydi madaniyatlik, bizni tutqili bu yerga kelib U haqiqatan biz bilan savdo qilg'ili, tunishqili kelgandi. Cenab-ı məsləhətçi hazırlı keladi. Qara, rast dəpdimenmi? Keçiringlar, kechikib qoldim. Men ish vaqtimni kechiktirib qo'ydim. Bu ishimga muhim bir ishdi. Poytaxtda hal qilib bo'lmaydi. Shunga oldirash berib shu ishimni bajarib keldim. Bir necha kundan beri bankdan keladigan pulni kutgan. Tutirdigan muhim bir sodam batdi. Sodan batdi? Shundoq. Men sizlarning zinnat buyuminglarni setib olgan sarrofni izlab, ming tasda oron topdim. Onunga jami 14 million leys to'ladim. Ilmi yaxshi bir uzikmi onun qo'lidan chiqib ketmabdi ekan.
Şu tapda hemini sitip ap geldim. Elbette örnek bari sitip aldım. Nimeli digen bilen soğudiga emas mı? Manga okşaş paydamı sunumaydı. Hemmini setip aldыңызбы? Şundak. Tais'nin izoranı dep sitip etken zinnet buyumlarının hemmisini sitip ap geldim. Hem de özünüzge yandırıp berey, Tais. Bu menin sizge kıgan toyluk soğutum bolsun. Bek avara bopsiz. Sizge köp rahmet. Bularni setip bilip özümge yandırıp bergeningizge rahmet. Yüksek faziletingizge texmi rahmet. Hem de yolga çıkaylı, elime keçiktirip koydum. Rahmet sizge dada. Köptün köp rahmet. Aramınızı buzup etdi mi? Edepsizlik bilen kıyışınızı kelgenimni keçirin. Bu yağlıkni baya yolda ketip ötüp düşürüp koydunuz deyim. Lekin hozir ahvol o'zgardi. Bu ish bir necha hafta bo'lib qoldi. Mayli ular qayerga yushirinsin, o'zlarini xeli besib oldi. Sen gazetga yana bir e'lon chiqarsang, ularni osonla topqili bo'ladi. Bu geping o'rinliq. Qilib haming bajim, Xazay. Men darrov sud gezdi tahriratga berib, ularga deb mamlakatga cho'ng-cho'ng gezitlarga yana bir qitim e'lon chiqarg'izay. Mushunda qilayli, ha? Sizning emasmi? Bu yağlıkni sizningmikin depdimi? Rasmening o'lishga yetib ketgan. Siz mishayib turamsiz. Kechiring. Biz ilgirim bir qitim uchrashgan. Men sizni bir necha hafta burun Baraat sarayida ko'rgan. Esingizda yo'qmi? Men hech qanday saroyga bormagan. Belkim sarayning viviskisi qarmagansiz. Lekin siz borgan. Yeningizda bir mo'ysifit apandi dillidi. Tamoq yeyotib ekansizlar. O'tgan ishlar zot esimda yo'q. Menda bir ishingiz bormidi? Bu yer tasadduqga kelib qolmagansiz. Siz bilan so'zlashkim batdi. Apu qiling. So'zlashkim yo'q. Kechiring. Sizdan o'tinib qolay. Qizchaq, to'xtab tursangiz. E'lonni angladim. Nima e'lonni? Ajablig'isan. Fransisko Braziliyadagi cho'ng gazitlarning hammasiga e'lon chiqardik deydi. Seningcha hamma odam kezdib ko'rama? Berildigan pul jiqtir sarayda. E'lon nomini birisi ko'rdi. Izorani tonib oldi. Tonilibmi qolmaydi? Men bugun bir amal qilib Izorani topsam, hamma pul mening bo'ladi. Kesib ayta olamsiz? Hargiz chataq yo'q. Uningdan qo'rqishajasiz. Pahras bo'ling dada. Uning ahvolini surishtirishga yerimki vaqtim ketdi. Bu qiyinga tushmadi. Bu yerdagilarning hammasi uni biladi ekan. Bu Arvalo degani Minas Gerais oblastidagi eng katta boy ekan. Braziliyada sanoqliqlarning biri ekan. Shuncha boymi ekan? Bir necha yilning oldida ota-onasi tugab ketibdi. U yolg'iz bola ekan. Uningga ota-onasidan 2 milliard lis miros qolibdi. 2 milliard lis pul bormi ekan? Uning puli rost chiqqan. Graf janoblarining mulkidan 3-sidek ortiq ekan. Shunchalar puli bor bir odam qochqon qulon tutilgan ishni hargiz qilmaydi. Unchalik in'om uningga qanchalik nima etdi? Menmi bir qarabla shundaqligini bilgan. Xotirjam bo'l Izora. Arvalo gezdik e'lonni ko'mabdi. Amsa nemishqa u bizni cho'gilab ketolmaydi? Bu og'o. Bo'ldi Izora qizama. Janob Arvaloning bizni voy deb izdishi meningcha sen uchun. Nima deyapsiz dada?
Qizim shundoq chiroyli, yana kelib aqlliq bo'lgandan keyin shundoq bo'ladi-da. To'g'ri deb ekanmanmi Izora? Obdan dedingiz. Men shuni bilib baxmoqchi edim. Xiysayga meni aytdi deb qo'ymang yana. Xotirjam bo'ling. Deb qo'ymayman. Xo'shamsa, Lusolla. Men kerak bo'lib qolsamla. Rahmat sizga. Mendek bir chaqirilmagan mehmonni qarshilamaslar-ku deyman. Nimalarni deydigansiz? Navoda sizlarga o'ng'aysiz bo'lib qolsa, Yo'q, chiqib ketishingiz ajasiz. Janobiy Matoso. Men deydigan gapdan sizning xabaringiz bor. Qadamsiz o'tiring. Bir yarim kechimsiz. Yo'q, bo'ldi, rahmat. Qushimchi siz dadamni izlab berib ekansiz. Siz bir amal qilib, Tayiz ikkimizning to'yini buzmoqchi, shundaqmi? Xosay. Xasay, men bilaman. Sizning maqsadingiz singlingiz bilan mening beshimni qo'shish. Yo'q olan gaplarni qilmang, Enrik. Bu odatdagi gap emas-ku. Singlingizning to'yining siz uchun intayin muhimligini bilaman. Men bu yerga endi undaq ahmoqona ishlarni qilmang deb aytib qo'yg'ili keldim. Sirlaringizning hammasi menga ma'lum, Xasay. Tayiz ikkimizning to'yini buzish uchun Xasay o'zining tedqisiz taklifini adab dadamga ezib ishkizgili turibdi. Shundaqmi, Xosay? Mening taklifim u deganingdek tetis taklif emas. Xosay, bu ish qilishning orasiga qon yo'q. Nayt to'g'ri dedingiz, janobiy Matoso. Amaliyot o singlisi bilan meni qo'shib qo'yish xiyoli bo'lsa-mu, hargiz bundaq pastkash vositalarni ishlatmasligi kerak edi. Enrik, uni sirliq deganda qilib edim. Bu sir uning ichida turib, yuragini quritdak yavatidi. Poytaxtda o hamma kishiga qarzga bo'g'ilgan. Bu mushkulchilikdan qutulish uchun o'z singlisini tezroq yotliq qilib chiqarib o'tmoqchi. Sirlaringizning hammasi menga ma'lum. Singlingizni tezroq yotliq qilib chiqarib o'tsangiz, dadingizdan qolgan mol dunyoga siz ega bo'lasiz. Bu mening ishim etdi. Hamini qilgan dadam. O'yliqqa bema'ni vasiyatnomani qoldirmaslik kerak. Lekin buning bilan o'zingizni oqlayolmaysiz. Men mushu bir ish bilan uyingizga kelgan. Ya'ni kelib sizga mushundaq bir xabar olib kelganligim uchun behma afsuslanaman. Vasiyatnomada mening xabarim bor, Enrik. Uning qarzda bo'lib qolganligini bilaman. Lekin muncha lojiqligini o'ylamabdi ekanman. Qarzga bo'g'ilib ketgan gap janobiy Matoso. Nima ish qilib shunday qilgansan, Xisay? Dadangdan qolgan pul pichaklar singling to'yqiga yetib ishib ketadi-ku. Bu butunlay qilmaning oqibati. Xasay, siz qandaqlikka qarshi turmang, mening to'yim baribir bo'ladi. Kallingizni silkiyotganingiz yaxshiroq. Singlingiz nihoyat obdan qiz. Lekin o siz zo'rlab sotadigan o'tmas mata emas-da. Mening ishimga aralashmang. To'g'ri dedingiz. Men shuni xohlayman. Men sizga shuni deb qo'yay. Dadamning qishig'i yana bor ekansiz. U chaqda mendan ranjiman. Men ilqi vasiyatnomaning sirini poytaxtga yeyib o'taman. O chaqda singlingizni uzitishingiz texmi qiyinlashidi. Singlingizga bakmi ichim og'riydi. Siz uni qurbon qilib o'tyapsiz. Bu ishni Anita bilmaydi. Endi jiyaningizga o'zingiz otadorchilik qiling. Xayr xo'sh. To'ydan keyin bolalarimiz poytaxt qancha uzun tura? Ko'p bo'lsa bir hafta, Alba xonim. Tayiz ikkimizmi qo'rqib patroq qaysoq deymiz. Buni tushunimi? O'zingizmi qo'rqib patroq ketish umidimi? Menmi? Shundoq. Qarsam siz hamisha o'z qo'rqingizni, o'g'lingiz Tobiyasni o'ylaydigandek. Buni nima ish qilib yursiz, dada? Meni kechirgan Enrik. O'ylamay deb sopdiman. Alba xonim og'izdan tushamigashga mantiqi. Xonimga mayli, lekin siz unda qilmasligingiz kerak edi. Ilgir unda qilmaydingiz-ku, dada. Men sendan kechirim so'radim-ku.
Lekin menden tek kechirim so'ramadingiz. Hajab müjrakka tegadigan gapni qilib soldingiz, janobiy maslahatchi. Atay deganim yo'q, Toyis. Poqiling. Kechirim so'rab nima qilatdingiz? Janobiy maslahatchining deganimi o'rinliq. Uzundan buyon men o'g'limni yod etib keldim. U menga hayot tahli bilindigan. Lekin men Bo'ldi demang, apa, bo'ldi dema. yo'q Toyis deyishim kerak. Balkim men o'zimga deyotgandiman. Men bilaman. O'g'lim o'lib ketgan. Toyis. Men sizdan kechirim so'rayman. Onangizning yuragini og'irtib qo'yishni rost o'ylamabdi ekanman. ishning ochiq bo'lib ketgani yaxshi bo'ldi. Alba xonim reallikqa tan berish kerak-ku. Andres, tez Nima bo'ldi? bo'ling Santa. Tez uyga kiring. U hushida ketdi. Qadrligim, aytqina, nima bo'ldi? Ishkinglar uni qarab turinglar. Men darhol shahardan doktorga chiqay. Uni mening xonam akrayli iya salqinroq. Bo'ladi. Miguel Efendi! Miguel Efendi! Miguel Efendi! U baq qiynalib ketyapti-da. Shundaq, u qiynalib ketyapti. Meningcha, arvilik pasingiz o'landi ekan, bu ot bek shosh. Hey, harmoni qo'shqilib o'lganmaymiz. Bo'ldi, men bu otni boshqara olayman. Sen sirma. Voycan. Qandaroq tursan? Maqtarim yo'q. Beshim qayki doktor. Qo'rqma. Doktor hozirlik keladi. Voycan. Voy putum. Voy. 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 Qimirlamang, Anselmo Efendi. Mishadi yetib turing. Men doktor chaqirib kelay. Voy. Ha? Mang'u mayli. Mariyadan ansirayotiman. U hushidan ketib. Xotirjam bo'ling. Uni ham doktor chaqirib kelaman. Siz mishadi yetib turing. Midilmang, ha? Dadangizda andish qilmang. Doktor puti ishib qopti deydi. Yana og'riyotamda. Yo'q. Ancha emas. G'emi Mariyada qoldi. Bu ajabmi tinchlikkina. Rahmat sizga, doktor Santuro. Pulni mening hisobimga yozib qo'yasiz. Bo'ladi. Rahmat sizga, doktor. Xo'sh emsa, salomat bo'linglar. U zot nim bo'pti? Kesili ig'irmikan? U saqkan. Uyimizga xushallik kelibdi. Men dada o'g'idekman, ha? Nima degan yaxshi gap, Andres, ajab qo'sh bo'ldimi? Men dada o'g'idekman. Muborak bo'lsin, do'stim. Men sizga nima deb rahmat aytsam bo'la? Agar siz yordam qilmagan bo'lsangiz, men bu chaqqicha yo'lda yotatdim da. Undaq demang, Anselmo Efendi. Meningcha, men yo'lda yiqilib qolgan bo'lsam, siz shunday qilgan bo'lardingiz. Bo'ldi. Sizlarni besaram jon qilmay. Agar beab ko'milsangiz, sizni yo'qlab kelaman. Oldirash ishimiz bormidi? Yo'q. Amisa kechki maqtab biz bilan birga bo'ling. Albatta, o'zingiz ma'qul ko'rsangiz. Xursandlik bilan taklifingizni qabul qilaman. Mamlakatdagi cho'ng-cho'ng gazetlarga e'lon chiqarg'ili 10 kun bo'ldi. Yilg'icha hech qanday xabar yo'q. Savr qilib kutib turmamsa. U qullaringiz bexatar joyga kirib olgan o'xshaydi, janob Lyonsiyo. G'alatil ish bu. 10 million liz inom beraman dedim. Oz demidim-ku. Shu pulingizga yana bir necha qil setib olsangiz bitmamdi. Bu cho'ng ish taqishidi. Qo'rqimning tizimi buzilmaslik kerak. Qullar shunda qichiversa,
Başı kullanma buzulamadı. Bu nima? Bağaq. Kimning bag'i ekan? Ha, bu Canabi Fontoraning o'g'lining to'yiga chaqirgan bağaq ekan. Kechiring, adabsizlik o'zim so'rab olay. Tamoqni kim etdi? Albatta mening qizim etdi-da. Sizga apirin. To'shikka ipingiz bor ekan. Tamoqni bek o'xshitibsiz. Rahmat. Men Mariyaning qishqiga chiqib baqay. Birdan turib chiqqan qizim. Hozir qishida eri bor. Uningga hammadan shu afzal. Ular haqiqatan vafodor er-xotinlar ekan. Bizning o'z qo'llarimiz bilan birga turayotganligimizni ko'rib, qanday o'ylab qolgansiz? Menma? Ervela bilan Mariya kishigidan birga o'ynab cho'ng'o'g'an. Aramizda chunqur do'stlik bor. Shunga uyimizda sen qo'l, men xo'jayin deb bak ayiribmi ketmaymiz. Qulluq degan bu bir nimaga men bak o'ch. Ansirma efendi. Men odamlarni xo'jayin, qul deb yurmayman. Siz qulluq tizimini bekor qiluvchilardimi? Yana bir qadam ilgari ketganlar. Men bayada hozir qulluq tizim mavjud emas. Qo'rqimda hozir qul qomat demoqchimisiz? Shundaq. Men qulluqni eg'izli bekor qiluvchilardan bo'lishni xohlamayman. Menga ota-onamdan bir qism qullar miras qolgan. Men ularni uzun o'tmayla biroqla ozod qilib etdim. Ularni qulluqdan biroqla hurlik chiqarish o'ngishli bo'ldimi? Hech qanday qarshilik chiqmadimi? Siz qo'riq tizimini obdan tushunadi ekansiz. Bu to'g'ri hal qilinmasa nayt xatarlik. Ular yomon illatlarni yuqtirib bilishi, hatto jinoyat yo'liga mengib qilishi mumkin. Shunga men ularni darhol tashkillab, ularga tajribalik bir g'ojdarni boshqib qo'ydim. Ularning har birisi yer taqsim qilib berdim. Bunda qilganda ularning o'zigami, jamiyatgami obdan foydasi bo'ladi ekan. Siz nayt to'g'ri qilibsiz. Agar hamma qullar shunday qila olgan bo'lsa, shunisi jazmanki davlatimiz texmi yaxshilangan. Har jihatdan yaxshilangan bo'ladi. Texchi bir xabar yo'qmi? Texi yo'q, sabr qildi. 10 million leys az pul emas-ku. Dapaqa, ular poytaxtga yushirib olganmi ya? Mumkin emas. U ya bexatarlik. San Paulodimi ya? U ya bexatarlik. Sen bo'lsang nega yushirib olading? Bilmayman. Ishkirdagi bir shaharlarga ketatim kintam. Ha, belli. Gizit ishkiriga bir necha kun kechikib boradi. Amini bir kuni xabar keladi. Xotirjam bo'l. Sizga nima deb rahmat deyishni bilmayapman. Undaq deyman. Siz bek obda odamkansiz. Agar ma'qul ko'rsangiz, sizni yana yo'qlab kelay. Qachon qadam tashib qilsangiz qarshilayveramiz. Xayr. Xayr. Arvalo haqiqatan tepilg'isiz yigit ekan. Obdan tarbiya ko'rgan ekan. Bu ajoyibli e'lon-ku. Anlig'ina. Kampusdagi Leonsiyo qo'riqidan qochgan qullarning ichidagi bir dedakning ismi Izora, belgisi to'ndikicha. Yan gaplar bormi-ka? Qaranglar. Eli xumpar gezitga yana e'lon chiqaribdi. Bizga munosabatlikmi-ka? Yani liqidek e'lonmi-ka? Vah, bu e'lon muhabbat hikoyasi yozg'idek material ekan juma. Qechib ketgan o dedak. Haridek chiroyli bo'lsa kerak. Xo'jayinning ko'zi chiqib qopti ekanda, ha? Bu hikoya ta'sirli chiqibdi-mi? İşimiz o'ng'i tatidga o'xshaydi. Seni hech kim ko'rmagandi. Bir ikki odam ko'rdi. E'lon besilgan gazetdan baba seni qancha nusxa kelibdi? Aran 3 nusxa. 3 nusxa. Shundaq. Men baga vaqtimda mal birisi teqsetilmabdi ekan. Gap qolgan ishga kezdikanda setilib ketibdimi? Ha. Kim setib olganligini surishtirib boqmadingmi? Surishtirdim. O'chaqsan qarab turganlar yo'qdi. Yo'qku deyman. Kim setib olibdi? Andrata deydigan bir shangvi. U bekbay gizit ko'rishga eris odam ekan. U har qanday gizitni setib olamish. Uni birisidan olgandek qilaman. O qo'rqi kism ekan. Uning bir firmasi bor ekan. U Arvalo apanning qo'shnisi ekan. Men uning uyini bilib keldim. To'yimiz hajabmi qiz edi. Is Tobias biz bilan birga bo'lib
Güldek sığınızını bir köygen bolsucu. O Arvalı efendini tanımdıyken. O elbette tanıydı da. Bu baba senin adıço. Kişiler birbirini obdan bilişidi. O bizning gapimizni chiqirib xalqning gumoni qo'zg'ab qo'yishi mumkin. Ey, yakay. Nemişqa? Menimcha o uydagilar ilanni ko'migandek qiladi. Nemişqa mundaq ishonch qilasiz? Men dasturxonni qizim kechligan deb ular o'chig'ini aytdim. E'lonni ko'rgan bo'lsa, menga ishonmagan bo'ladi. Ularni ko'rdimi deyli. Shundaqdimi bizdan gumonlanmagan bo'lsa, texmi yaxshi emasmi? Amsi bizdan hargiz gumonlanmag'idek. Branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou. Pele encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou.